Assalomu alaykum aziz 24 pin kanal muxlislari. Bugun videomizda o'ziga xos unikal video, chunki o'zbek tilida o'zbek texnoblogerlarini ichida mexanik klaviaturani noldan bazasidan boshlab yig'gan hali obzorlar ko'rmagandim. Bugun bizni kanalimizda birinchi ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib setupimiz uchun kerak bo'ladigan narsalar bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, eng asosiysi bazamiz bu Sidu kompaniyasining ABM 066 Ergo klaviaturasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek juda ham noodatiy. Endi birinchi bo'lganimizdan keyin form faktorimizni ham noodatiy, O'zbekistonda ko'p uchramaydigan form faktorni tanladik. Ikkinchi detalimiz esa albatta keykaplar. Keykaplarimizning XVX kompaniyasining PBT keykaplarini tanladik. Setupimizga mos tushadi degan umiddamiz. Keyingi detalimiz esa switchlarimiz, ya'ni переключательlar. Переключательlarimizni Akko kompaniyasining Yellow Creamy V3 Pro modelini tanladik, chunki ovozi menga juda yoqadi. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Switch tanlayotganda yoki klaviatura yig'moqchi bo'lsangiz, o'zingiz birinchi navbatda switchlarni ovozini eshitib ko'rib, obzorlarini ko'rib tanlab olishingizni maslahat beraman. Eng oxirgi detalimiz bu uplotnitel rezinkalarimiz. Bu ham ovozni yanada chuqurroq, bosiqroq chiqishiga yordam beradi. Mana hamma detallarimiz bilan tanishib oldik. Endi sborkaga o'tsak ham bo'ladi. Sborkani baza bilan tanishishdan boshlash kerak, chunki hamma bazani o'zining xususiyatlari bor. Bizning bazamizning xususiyati esa har bitta switch qo'yiladigan joyda o'zini plomba sifat izolyatsiyasi mavjud ekan. Har bittasini teshib chiqishimiz kerak bo'ldi. Bizning klaviaturamizda 4 qatlamli izolyatsiya foydalanilgan. Hamma switchlarimizni joyiga e'tibor bilan o'rnatib chiqamiz. Eng asosiy duch kelgan muammoim switchlarni o'rnatishda. Bu switchni noto'g'ri desam xato bo'lar-ku, lekin sal bu setupimga to'g'ri kelmaydiganrog'ini tanlab qo'yibman, chunki switchni connector men tanlagan switchda pachoqroq, tekisroq narsa ekan. Bu bazaga tushadigan dumaloq igna sifat konnektor bo'lishi kerak ekan. Lekin shunda ham to'g'ri keldi. Baribir ham bir 4 ta 5 ta brak switch chiqdi. Buni videomiz davomida ko'rishingiz mumkin. O'zini maxsus ilovalar yordamida tekshirib ko'rsatib beraman. Keyingi qiladigan ishimiz esa keykaplarimizni joyiga joylashtirib chiqish, switchlarimizga joylashtirib chiqish. Bu klaviaturamizni raskladkasini internetdan ochib olamiz va o'zimiz tanlagan keykaplarning orasidan birma-bir keykaplarimizni tanlab, uplotnitellarni taqqan holatda qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bitta fragmentda buni farqini ham ko'rsatgandim, lekin montaj davomida buni qaytadan topib qidirishga ozgina vaqt bo'lmaganligi sababli ko'rsatmadim. Bironta shortsmi, reelsmi qilib ko'rsatib qo'yaman. Xudo xolisa vaqt bo'lganda bir qilib beraman. Xo'p, hamma keykaplarimizni chiroyli qilib o'rnatib chiqamiz va deyarli setupimiz tayyor bo'ldi. Endi asosiy qiladigan ishimiz bu yog'i ilovalar bilan ishlash bo'ladi. Ilovalar bilan ishlashdan oldin ushbu bazaning ofitsialniy saytiga kirib, softni skachat qilishimiz kerak bo'ladi. Saytiga kirib, o'zimizning modelimizni tanlab, aynan o'zimizning modelimizni tanlab, driverlarni skachat qilamiz. Hamda bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan programma VIA programmasi. Bizga juda ham qo'l keldi bu programma, chunki qaysi klavishimiz ishlayapti, qaysi biri ishlamayapti ko'rib oldik va bu programmada har xil makroslar yozib, nastroykalar ham qilsa bo'ladi. Biz bu narsalar bizga kerak emas edi. Bizga esa yana bitta ilova, ya'ni Power Toys degan ilova kerak bo'ladi. Nega desangiz, bizga kerakli raskladkani to'g'ri qilib qo'yib olishga. Misol uchun, menga ikkita Windows tugmasi kerak emas, menga ikkita Alt tugmasi kerak emas. Shuni bemalol almashtirib qo'ydim. Escape tugmasining tagidagi ikkita klavish ham page up, page down. Menga page up, page down kerak emas. Page down o'rniga delete ni qo'ydim. Chunki bu klaviaturamizda delete klavishi yo'q. Backspace bor. Meni ishimda asosiy kerak bo'ladigan delete hamda Windows
knopkalari menga noqulay joyda turgani uchun Delete va Windows knopkalarini o'zini ilovasiga qo'yib to'g'irlab qo'ydim. Nega aynan ushbu baza yoqdi desangiz, birinchidan noodatiy ko'rinish, ikkinchidan yozishga qulaylik. To'g'ri, bunga hali ancha ko'nikishimga to'g'ri keladi, chunki bir ishlatganimni birinchi haftasini o'zidayoq ancha ishlashga qiynaldim. Yozishga juda qulay, ovozi juda ham yoqimli. Oxirida sound testni eshitasiz, lekin baribir ham qo'lga o'rganish kerak ekan. Plus taraflardan biri Counter Strike o'yinida juda ham qulay, maza qilib bemalol o'ynaysiz. Ekranimiz haqida bir og'iz gapirib o'tamiz. Ekranimizni 3 xil rejimda ishlatsa bo'ladi. Rejimlarni o'zgartirish uchun Fn hamda Enter tugmalarini bosish kerak. Shunda yoki o'zingiz tanlagan GIF yoki o'zingiz yasagan GIF, bu esa o'zining Imagine Tools degan ofitsialniy programmasi bor. Shundan chizib o'zingiz bironta GIF yaratsangiz bo'ladi, o'shani qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Yokida randomning o'zini soatini, batareya qancha qolganini ko'rsatadigan randomniy stili bor. Shuni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Men shuni qo'yib qo'ydim. GIFlar menga kerak emas. Ovoz baland past qilgich ham juda qulay. Men eng asosiy kriteriyalardan biri yangi oladigan klaviaturalarning hammasida ovozi переключатели bo'ladi, baland past qilgichi bo'ladi. Chunki juda ham qulay narsa ekan. Misol uchun odam kelib qoladimi, boshqa bo'ladimi, nima bo'lgan taqdirda ham tez mutga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, baland past qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qo'lingiz bemalol yetadi. Mishka bilan olib borib topib buni qarab o'tirmaysiz, sirazi past qilib yoki o'chirib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hamda do'stlar, videomizning so'ngida sound test bo'ladi. Undan oldin hammangizga alohida rahmat aytib o'tmoqchiman. Agar sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, like va izohlaringizni qoldiring. Aytgancha, sizga ham customlik klaviatura kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Yordam berishga harakat qilamiz. Aytgancha, bu olgan narsalarimizning narxini yozib qoldiramiz. Hammasi AliExpressdan olingan. Skrinshotlarni ham qo'yganmiz. Alohida pauza qilib, to'xtatib ko'rishingiz mumkin. Va yana bir marta xayr, salomat bo'linglar.